O'shan telefonga qo'ng'iroq qildingiz. Nima masala bilan murojaat qilyapsiz? Qanday muammo sizni bezovta qilyapti? Murojaatingiz bo'yicha men yozib olib qoldim. Kadastrga murojaat qilayotgan har bir yurtdoshimiz uchun juda ham qiziq ma'lumot. Kadastr agentligining 1097 kol markazining hozir eshigini tagida turibmiz. Hozir kol markazida bir kun davomida bo'ladigan ish jarayonlari bilan tanishishingiz mumkin bo'ladi, o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ishni albatta kompyuterlarni yoqib, kerakli dasturlarni ishga tushirishdan boshlaymiz. Nazoratini olib borishimiz, monitoring qilishimiz uchun maxsus yaratilgan dasturlarimiz bor. Bunda qaysi fuqaro, qaysi hududdan va nima masala bo'yicha, hattoki nechinchi marotaba murojaat qilayotganligi va uni natijasi nima bo'ldi? Natijasida biz og'zaki tushuntirish berdikmi yoki viloyatga yo'naltirdikmi? Qayta murojaat qilayotganlar ham sizda chiqib turadi. Qayta murojaat qilayotganlar ko'rinib turadi, chunki mana jadvalimizda fuqaroni nechinchi marotaba murojaat qilayotganini ham bu haqida yozib ko'rsatib o'tganmiz. Eng qisqa suhbat 2,5-3 minutni tashkil etishi mumkin. Eng qisqasi. Chunki fuqaroga avval o'zimizni tanishtiramiz, keyin ulardan kimligini so'raymiz, masalasini so'raymiz. Bu jarayon ozgina vaqt oladi. Eng uzog'i to'g'ri, ba'zi bunaqa holatlar kam bo'ladi. 25, hatto yarim soatdan oshgan vaqtlari ham bo'ladi. Chunki biz fuqarolarga nisbatan behurmatlik qila olmaymiz. Fuqarolar masalasini aytib turgan paytda, yoshlari katta, hali aytganda yoshlari katta onaxon, otaxonlar bo'lgan paytda biz qo'pollik bilan qo'yib qo'yish bizga mutlaqo mumkin emas. Assalomu alaykum, hurmatli fuqaro. Respublika kadastr agentligining kol markaziga murojaat qildingiz. Boshqa masalalar bo'lib turadi. Ya'ni bola puliga ariza berganman, rad berishdi, tug'ruqxona masalalari, kasalxona, kompaniya, telefon kompaniyasi bo'yicha ham qilishadi. Har xil hamma masalada qo'ng'iroq qilishadi. Imkon qadar o'sha tashkilotni telefon raqamini topib, yo'naltirishga harakat qilamiz. Fuqaro sarson bo'lmasligi uchun ko'chada. O'zbekiston Respublikasining qonunlari, qarorlari o'zgarishlar chiqib turadi. O'sha o'zgarishlarni biz olib birpas o'qishimiz kerak. U gap. Undan biz anaqa xabarimiz bo'lishi kerak. Chunki o'sha kuni kecha chiqqan qarorga ertasiga bizga fuqarolar chiqadi, telefon qilishadi o'rtasida. Rahbariyat bu yerga malakali mutaxassislarni o'tkazishgan, chunki fuqarolar uchun biz idoraning yuzi hisoblanamiz. Biz malakali tarzda javob berishimiz kerak. Hamkasblarimizning barchasi oliy ma'lumotli. Bizda murojaatlar juda ko'p. Ketma-ketlikda javob beriladi. Agar kun va oy hisobida olinsa, kuniga 300 dan 345 ta 350 talarga bo'ladi. Bir kunida bir oy kesimida 5000 taga yaqin to'g'ri keladi. Agar bir oylikni hisobga olganda 30 000 tadan ortig'iga to'g'ri keladi qo'ng'iroqlarga javob berilishi. Bizda 6 ta operator o'tiramiz. 6 ta operatorga mana shu 60 tadan to'g'ri keladi. Hammamizga javob beriladi ketma-ketlik. Xushmuomalalik, fuqarolarni kayfiyatiga yoki har bir so'zlariga, provokatsiyaga bo'ysunmaslik, shunda ham shirin so'z bilan chiqib ketish. Biram yaxshi gaplashar ekansizlar, yaxshi tushuncha berishar ekansizlar. Biz bir necha oydan beri bu haqida tushuncha ola olmayotgan edik. Sizlar ishlash uchun qayerga murojaat qilish kerak? Ular xursand bo'lib xayrlashishadi.